qaysi bir azizlik bo'ladigan amallarni sabablarini qo'lga keltirishlikka harakat qilmoqlik kerak. Mana shu izzat, xorlikni hatto ba'zi xor dunyodagi kishilar borki, o'zlarini aziz deb qaraydigan. Ba'zi Allohning huzurida aziz bo'lgan kishilar borki, odamlar uni xor deb sanab o'shanda uni sezmasdan. Mana Alloh subhanahu va taoloning huzurida aziz bo'lishlikka harakat qilib, Allohning huzurida xor bo'lmaslikdan, xor bo'lib qolishlikdan ehtiyot bo'lib yashamoqlik kerak suhbatdan bilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Huvallohu allazi la ilaha illa hu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghaffar al-Qahhar al-Wahhab al-Razzaq al-Fattah al-Alim al-Qabid al-Basit al-Qabid al-Rafi' al-Mu'izz al-Muzil. Allah subhanahu wa ta'ala
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنفرد بكبريائه وعظمته المتوحد بتعاليه وصمديته والصلاة والسلام على محمد خير خليقته وعلى آله وأصحابه وعترته أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Növbətdəki dərsimiz Əsmaul Hüsnadan bo'lgan Əs-Səmi' ismiga kelib o'qigandik. Əs-Səmi' ma'nosi eshitilinadigan olamdagi har bir narsa Alloh subhanahu va taoloning idrokidan maxfiy bo'lishligi mumkin emas. Dunyoda eshitiladigan narsa borki, hammasini Alloh subhanahu va taolo eshitib bilib turadi. Qorong'u kechadagi qora toshning ustida kelayotgan qora qumursqaning harakatini ham eshitib turadi. Alloh subhanahu va taolodan hech narsa maxfiy emas. Eshitishligi o'ziga xos sifat bilan eshitadi. Inson qanday suratni o'ylagan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning eshitishligini ana shu surat bilan eshitmaydi, balki o'ziga xos sifat bilan eshitadi. Ham aytuvchi mu'min
mu'minlarning hamdini eshitib turadi. Yolvorib duo qilib Allohga iltijo qilayotgan mu'minlarning iltijolarini eshitib turadi. Alloh subhanahu va taolo zolimlarning mazlumlarga berib dahshat solib zulm qilayotganligini eshitib turadi. Va mazlumlarga Alloh subhanahu va taolo najot beradi. Banda Alloh subhanahu va taoloning as-sami' sifatini bilgandan keyin o'ziga Alloh subhanahu va taolo bandaga eshitish sifatini bag'ishlagandan keyin bu eshitish a'zosini kerakli narsalarga sarf qilmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taoloning nizolarni eshitishligi kerak. Nimalarga buyurganligini eshitishligi kerak. Nimalardan qaytarganligini eshitmoqligi kerak. Va shu bilan birga Alloh subhanahu va taolo har bir gapirgan so'zini eshitadi deb tilini saqlamoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo har bir so'zini eshitib turadi deb Allohdan hayo qilmoqligi kerak. Agar banda odamlar eshitib qoladi deb odamlarni rioya qilsa-yu, Alloh eshitib qoladi deb Allohni rioya qilmasa, bu sifatdan o'ziga nasib bo'ladigan o'lishdan mahrum bo'lgan bandalardan so'raladi. Alloh subhanahu va taoloning asmoul husnodan navbatda esa Al-Basir sifati. Al-Basir ko'ruvchi. Alloh subhanahu va taolo olamdagi har bir narsani ko'radi. Har bir narsani ko'rib turadi, lekin o'ziga xos sifat bilan ko'radi. Ko'rish asbobi bilan ko'rmaydi. Banda Allohni ko'rishligini qanday tasavvur qilgan bo'lsa, shu tasavvurdan qochdi. Alloh o'ziga xos sifat bilan ko'radi deb e'tirof qilmoqda. Alloh subhanahu va taolo insonga ko'radigan a'zoni berdi. Uning ko'rishi nuqsonli. U uzoqdagi narsani inson ko'ra olmaydi. Maxfiy bo'lgan narsani ko'ra olmaydi. Biror bir narsani ko'rsa ham uning sal uzoqroqda bo'lsa ajratib ololmaydi. Banda o'ziga bu sifatni bilgandan keyin shu xulosani aytib qolish kerakki, ko'rish a'zosi unga Allohning ajoyibotlarini ko'rib, o'ziga ibrat hosil qilmoqligi kerak. Bu ko'rish a'zosini Alloh subhanahu va taoloning buyruqlariga ishlab qolmoqligi kerak. O'zi uchun din va dunyo uchun kerak bo'lgan a'zolarga ishlab qolmoqligi kerak. Bu ne'matdan mahrum bo'lganlar bu ne'matning nima ekanligini yaxshiroq bilishadi. Buning ko'rishligi ibrat bo'lmoqligi kerak. Iso alayhissalomga savol qilib aytilgan ekan, u kishining xudoyiligi, u kishining zotiyligi, u kishining muttaqilligini ko'rishib, hal a'adun minal xalqi mislu, xalq ichida sizga o'xshagan inson ham bormi deb so'rashgan ekan. Shunda javob berganlarki, man kana nazaruhu ibra va samtuhu fikra va kalamuhu zikran fa huwa misli. Kimni qarashi ibrat qarash bo'lsa, xomushligi fikr bo'lsa, gapirishligi zikr bo'lsa, ana shu kishining o'xshaydi. Ana banda bu sifatni bilgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning doim ko'rib turgan joyida turibman deb e'tiqod qilmoqligi kerak.
Shuning uchun har bir masala Alloh ko'rib deb harakat qilmoqligi kerak. Kimiki Allohni ko'rib turganligidan haybat qilmasdan, boshqa mahluqlarning ko'rib turganligidan haybat qilsa, bu sifatdan o'ziga ajratib qolganlar yo'q, o'lishdan mahrum bo'lganlar hisoblanadi. Banda to'g'ri, bandadan hayo qilishligi ham iymondan bu. Lekin haqiqiy hayo qilishlikka zot, loyiq bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo. Har bir narsadan Alloh ko'rib turibdi deb hayo qilishlikka loyiq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Waqqar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qadir Al-Basit Al-Khafir Al-Rafi' Al-Mu'izz Al-Mudhill Al-Sami' Al-Basir. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا
الصمدية والصلاة والسلام على محمد خير خليقته وعلى آله وأصحابه وعترته. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أسماء الحسنى مرة سنة الحكم مضمونا حاكم مطلق، يعني hukm bilganda hukmni hech qaytarilmaydigan zot, hukmiga taslim bo'lingan hokimdir. Alloh subhanahu va taoloning olamdagi qilgan hukmini hech kim qaytarolmaydi. Alloh subhanahu va taoloning bandalar haqidagi qilgan hukmlaridan bittasi Asta'inu billah va an laysa lil-insani illa ma sa'a va anna sa'yahu sawfa yura. İnsonga oxiratda beriladigan mukofot qilgan amalini mukofoti beriladi. U hayotda qilgan mehnatini xoh yaxshi bo'lsin, xoh yomon bo'lsin, yaqin kelajakda unga qilgan mehnati ko'rsatiladi. Mana bu bandalar haqidagi hukmiki, bu hukmi hech o'zgarmas hukmdir. Agar bandalar hayotda yaxshi amallarni qilsalar, uning yaxshi mukofotini ko'rishadilar. Yomon amal qilsa, uning yomon mukofoti jazosini ko'rishadilar. Bandalar haqidagi Alloh subhanahu va taoloning o'zgarmas hukmlaridan bittasi innal abrara lafi na'im va innal fujjara lafi jahim. Yaxshi amal qilgan kishilarning ne'matlarda, jannatdagi ne'matlarda bo'lishligida shak shubha yo'q. Yomon, fisq, fujur, kufr amallarini qilgan kishilarning jahannamda bo'lishligida shak shubha yo'q. Mana bu bandalar haqidagi hukm. Banda Alloh subhanahu va taoloning Al-Hakam ismini, sifatini bilgandan keyin o'zini Alloh subhanahu va taolo uning haqida ixtiyor berganlik hukmini berib, bu berilgan imkoniyatdan yaxshi foydalanib, yaxshi kishilar o'rnidan dunyoga saf olib, yaxshi kishilarning joylaridan o'rin olib, qiyomatda ham yaxshi kishilardan bo'lmoqligiga harakat qilmoqligi kerak. Yomon amallarni oqibati yomon bo'lishligini Allohning qilgan hukmini berib, yomon amallardan ijtinob qilib, oxiratda yomon odamlar safidan qo'pollanishlikdan ehtiyot bo'lmoqligi kerak. Asmaul husnoning navbatda esa al-adl. Adl ma'nosi adolat qiluvchi zot degan. Adolat fe'li sodir bo'luvchi zot. Adolat qiluvchini bilishlik uchun adl nima ekanligiga bilmoq kerak. Adlni bilishlik uchun adl fe'llarini kuzatib, bular haqida tafakkur yuritmoq kerak. Alloh subhanahu va taoloning ismlaridan bittasi adl. Olamdagi hamma hukmini adl bilan, adolat bilan hukm qiladi. Adl Alloh subhanahu va taolo mavjudotni hamma qismlarini yaratdi. Uning jismoniy qismlarini, ruhoniy qismlarini hammasini yaratdi. Bularni har bittasiga o'zining yaratilishlik
shaklini har bittasining kerakli o'rniga o'zining qismlarini joyladi. Bu har bir narsaning o'rniga qo'yishlikni adolat deyiladi. Mana tamomiy mavzudotni nazar tashlansa, olamdagi katta jismlardan bo'lgan yer, suv, havo, koinot, butun istovalar hammasi o'zining shaklini oldi va o'zining o'rnida Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan o'rnini oldi. Agar shu hukmni o'zimizga ko'rinib turgan olamning birortasi o'rnidan sirilsa, olam hammasi vayron bo'ladi. Bundan tashqari mana insonning shaklini Alloh taolo yaratdi. Unga ko'p turli a'zolarni bag'ishladi. Bu a'zolarning har bittasini insonning hayotida kerak bo'ladigan o'rniga qo'yadi. Agar shu a'zolarning bittasi o'rnidan boshqa yerga qo'yilsa, bu nihoyatda o'zi insondagi adolatsizlik vujudga keladi. Alloh taolo o'zining adl sifati bilan kerakli o'rniga qo'yadi. Banda Alloh subhanahu va taoloning adl sifatini bilgandan keyin o'zining a'zolaridan berilgan ixtiyor sifatidan to'g'ri foydalanmoqligi kerak. O'zining shahvat va g'azabini aql bilan diniga asil qilib bo'ysundirmoqligi kerak. Agar insonni aqli shahvatiga xizmat qilsa, g'azabiga xizmat qilsa, banda o'zining aqli diniga zulm qilgan bo'ladi. Inson o'ziga berilgan har bir a'zoni foydalanishlikda shariat ruxsat bergan uslubda foydalangan bo'lsa, adl sifatidan o'ziga ulush ajratib olgan bandalar safida o'rinadi. O'zining oilasidagi aholati, zurriyotlaridagi aholatini bilishlik kerak. Har bittalarini qanday tarbiyalashlik, qaysi yo'lda tarbiyalashlikda adolat qilmoqli. Agar peshvo bo'lgan bo'lsa, o'zining qo'l ostidagi fuqarolarga adolat qilmoqli kerak. Lekin adolat ma'nosi faqat odamlarning xohishligini berishlik degani emas, shuni bilmoqimiz kerak. Odamlarga xohlamagan narsasini bermaslik degani emas. Agar bir odam tasavvur qilsaki, bir podshoh o'zining qurol aslaha joylangan omborini, kitoblari, ilm kitob, ma'rifat kitoblari joylangan omborini, mol davlatlar joylangan omborini hammasini ochib, mollarni davlatman kishilarga bersa, qurol aslahalarni ahli ilmlarga bersa va kitoblarni lashkarlarga bersa, bu odam adolat qilmagan odam. Agarchi odamlarga o'zining xazinasidan narsalarni bergan bo'lsa, chunki har bir narsaning kerak bo'ladigan narsani o'rniga sarf qilmaganligi uchun adolat qilmagan kishilar hisoblanadi. Balki o'zi qurol aslahalarini lashkarlarga berishligi kerak. Mollarni muhtoj bo'lgan kishilarga berishligi kerak. Kitoblarni ahli ilmlarga berishligi kerak. Ana shuning uchun go'yoki kasal bo'lgan kishilarga o'zlari xohlamagan dorilarni beruvchi kishi adolat qiluvchi kishi hisoblanadi. Ulardan qon oldirishlik bilan kasallarni tuzatgan kishi adolatli kishilardan hisoblanadi. Agarchi ular xohlamagan narsalarni bergan bo'lsa. Shuning uchun bandaning mana shu sifatni bilgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning qilayotgan har bir hukmiga rozi bo'lishlik kerakki, Alloh subhanahu va taolo agarchi banda uni xohlamagan holat vujudga kelayotgan bo'lsa ham, uning boshqa bir musibat kelayotgan bo'lsa ham, buni Allohning tarafidan kelayotgan narsani qabul qilmoqligi kerak, bunga sabr qilmoqligi kerak, kelayotgan yutuqni ham unga shukr qilmoqligi kerak.
Allohning har bir hukmini adolatli deb tushunishligi kerak. Yo'qki ba'zi narsalar bandaga xohlamayotgan narsa zohirda kelayotgan bo'lsa ham, xuddi kasal odamning o'zi xohlamayotgan dorini ichib tuzalganga o'xshagan, Alloh subhanahu va taolodan kelayotgan ba'zi musibatlar uning diniy nuqsonlarini tuzatadigan bir dori masalasidir. Alloh subhanahu va taoloning sifatlaridan bittasi al-Latif. Latif nihoyatda muloyim, qilayotgan fe'llarda yumshoqlik bo'lgan bo'lsa va nozik o'rinlarda Alloh subhanahu va taolo o'zining daqiq ilmi bilan qilgan muomalani lutf deydi. Alloh subhanahu va taolo Latif. Latif ma'nosi nihoyatda keng. Alloh subhanahu va taoloning bandalarga bo'lgan lutfi nihoyatda keng. Buni aytib o'tishlik uchun juda ko'p vaqtlar kerak bo'ladi. Bir inson o'ziga nazar tashlasa, Alloh subhanahu va taoloning lutflarining bittasi ona qornida uni yaratishligi, qorni zulmatda uning himoya qilib saqlashligi, uning kindik vositasi bilan uni oziqlashligi, to o'zi og'iz bilan ovqatlarni mustaqil bo'lguncha shu suratda oziqlanishligi, keyin ajralgan vaqtda u sutdan foydalanishlikni Alloh subhanahu va taolo unga ilhom qilishligi, agarki qorong'u kechada bo'lsa ham sutdan foydalanishlikni Alloh subhanahu va taolo unga ilhom qiladi. Undan tashqari tishlarning kerakli vaqtda uni chiqishligini Alloh iloha qilishligi, uning tishlarini ovqatni maydalashlikka sharoitlarni qulaylik qilishligi, avvalgi tishlarini o'tkazib, yon tishlarini uni chaylashlikka muvofiq qilishligi, bu nihoyatda Alloh subhanahu va taoloning lutfidir. Har bir lutflarni bir luqma ovqatning dunyoga kelishligiga hamma dunyoni havola qilib shu inson uchun hozir bilan tayyorlab berishligi Alloh subhanahu va taoloning juda katta lutfidir. Bu yerda bir luqma ovqatning vujudga kelishligi uchun oftob, yer, hamma koinot havola bo'ladi. Uni yerni isloh qiluvchidan tortib, eguvchi, bu sug'oruvchi va uni o'ruvchi, bularni hammasini Alloh subhanahu va taolo oxiri borib nonni pishiruvchigacha bularni hammasini shu yo'lga solib qo'yishligi Alloh subhanahu va taoloning lutfidir o'ziga. Inson Allohni Latif sifatida bilgandan keyin va boshqa bir bu narsani o'zini ko'z oldiga keltirib, o'ziga nopok tezak bilan qon o'rtasidan sof suv chiqarib berayotganligini, butun qiymatbaho nafis toshlarni qattiq toshlar orasidan chiqarib berayotganligini, asalni aridan chiqarib berayotganligini, ipakni qurtlardan chiqarib berayotganligini, durni sabablardan chiqarib berayotgan lutflarni ko'rib, har bir narsada hammasidan ham nopok suvdan o'zini vujudga keltirib, o'zining ma'rifatini shu nopok suvdan vujudga kelgan insonga joylaganligini, Alloh subhanahu va taolo nopok suvdan vujudga kelgan shu insonga o'zining ulug' amonatini yuklaganligini, tamomiy shularni tasavvur qilib Allohning lutfini ko'rgandan keyin Alloh shunchalik ojiz bir maxluqqa shu darajada o'zining katta omonatlarini yuklaganligini ko'rib, Allohning bandalariga lutf qilishni o'rganmoqlik kerak. Ularni Alloh yo'liga da'vat qilayotgan vaqtda, oxirat saodatiga chaqirayotgan vaqtlarda ularni kamsitib
deb ayblamasdan da'vat qilishga yo'lga olib kerak. Husumat, tarafkashlik qilmasdan ularni yo'lga solmoq kerak. Bu dars haqiqatni qabul qilishlikda hammasidan ham zarurroq chiroyli so'zlar bilan emas, chiroyli amallar bilan ko'rsatib bandalarga lutf qilishlikni o'rganmoq kerak. Bismillahirrahmanirrahim. Allohu la ilaha illa hu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qadir Al-Basir Al-Ghafir Al-Rafi' Al-Mu'izz Al-Mudhill Al-Sami' Al-Basir Al-Hakam Al-Adl Al-Latif. Allah Subhanahu wa ta'ala yang hukmnya jawab yang tentang Allah lütfdan bilib, Allah Teala'ga murojaat lütf qiladigan kishilardan qilsin. Murojaatlar ishga qo'ygan. Oilalarga to'g'ri bo'lgan hadislarda borki, Asmaul Husnona biror bir g'ambar olsa, shularni ummatlarini fazilatlari haqida. Xo'sh. Bismillahirrohmanirrohim. An ibn Umar an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünü ümmetlerini, fazilatlarını bayan kılıp ulardan bir cümlesini mana şu hadisi şerifte aytayaplar ki sizlarni ajalilar, yani dünyadagi mühlatilar boshqa ummatlarni muhlatidan shunchalik farq qiladiki, go'yoki sizlar asr vaqtidan tortib to shom vaqtigacha bo'lgan muhlat sizlarga berilgan. Asrdan tortib shomgacha bo'lgan muhlat sizlarga berilgan. Boshqa ummatlarga qolgan muhlat ularga berilgandirlar. Ya'ni buni shunday bayon qildilarki, go'yoki sizlarni musoliylar va Yahudi nasoralarning misoli shunga o'xshaydikidirlar. Karajulun istamala ummalan, bir odamga o'xshaydiki, u odam o'ziga ishchilarni, ya'ni mardikorlarni ishga oldi. Shunda ishga olgan odam aytdiki, "Man ya'malu li ila nisfin nahar ala qiratin." Kim menga kunduzni yarmigacha, ya'ni peshin vaqtigacha bir qirotga ishlab beradi dedi. Deganda fa'amilatil yahudu ila nisfin nahar. Shunda yahudiylar peshin vaqtigacha ishladilar. Ala qiratin, bir qirotga. Qirot deb bir miqdor tilloni aytiladi. Keyin haligi odam yana aytdiki, "Man ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asr." Endi dedi shu nisfin nahordan, kunduzni yarmidan asr vaqtigacha kim ishlab beradi yana bir qirotdanga deganlarida fa'amilatin nasara min nisfin nahar ila salatil asr. Nasoralar, ya'ni Isa alayhisolamning ummatlari shu peshin vaqtidan tortib ila salatil asr vaqtigacha ishlashdi. Ala qiratin, bir qirotdanga. Summa qala man ya'malu li min salatil asr ila mag'ribish shams. Yana haligi odam go'yo aytdiki, endi dedi kim menga shu asr namozidan tortib shom vaqtigacha ishlab beradi. 2 qirotdanga dedi. 2 qirotdanga. Avvalgilari bir qirotdanga bo'lyapti. Ala fa antumul ladina ya'maluna min salatil asr ila mag'ribish shams. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ogoh bo'linglarki, sizlar dedilar,
o'sha asr vaqtidan tortib shom vaqtigacha 2 qirotdan ishlaydigan sizlardirlar. Shunchalik oz muhlat ishlaysizlar, lekin ko'p haq olasizlar. Bu nasoralar yahudiylarga berilgan vaqt bomdod vaqtidan tortib asr vaqtigacha bo'ldi. Shungacha ishlashdi ular. Lekin 1 qirotdan ishlashdi. 1 qirotdan. Sizlar bo'lsa asr vaqtidan tortib shom vaqtigacha ozgina muhlat ishladinglar, lekin ulardan ko'ra 2 barobar haq oldinglardilar. 2 barobar kam ishlab, 2 barobar ko'p haq oldinglardilar. Ala lakumul ajru marratayn. Ogoh bo'linglarki, sizlarga ajr 2 marta dedilar. Shunda fag'azibatil yahudu wan nasara yahudiyyu wan nasara faqalu nahnu aktsaru amalan va aqallu aqal. Shunda yahudiylar va nasoralar hasad qilishgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatlariga aytishgan ekanki, biz ishni ko'p qilamiz u haqni oz olamiz deydi. Shunda Alloh taolo aytar ekanki, fahal zalamtum min haqqikum shay'an. Xo'p, men sizlarning haqqingizdan hech bir narsaga zulm qildinglarmi? Ya'ni ishlaganingizga yarasha haq bermadimmi der ekan. Shunda ular aytishar ekanki, la, yo'q, albatta siz Parvardigoro sen qancha ishlagan bo'lsak o'shancha haq berding der ekan. Lekin bizkidan ko'ra ularga ko'p bo'lib ketdi. Oz ishlashdi, ko'p haq oldi deb hasad qilishar ekan. Shunda Alloh taolo aytar ekanki, innahu fadli u'tihi man shi'tu. Bu mening fazlim, buni xohlagan bandamga beraman der. Mana shu fazilat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ummatlariga bo'lgan. Endi bunga biz loyiq bo'lishligimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bunga loyiq bo'lishlik uchun o'sha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning avlodlaridan yoki bo'lmasa o'sha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zamonlaridan keyin bino bo'lgan bo'lishligimiz shart emas. Bunga loyiq bo'lish uchun, bunga musharraf bo'lish uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilishimiz kerak. Bid'atlardan o'zimizni saqlashimiz kerak. Qachonki shu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarini qilsak, qaytarganlardan qaytsak, shundagina biz mana shu fazilatga musharraf bo'lamiz. Bo'lmasa shu zamonda bo'lib qolishligimiz yoki bir payg'ambar avlod bo'lib qolishligimiz yoki bir oliy bir nasablik bo'lib qolishligimiz bilan biz bu fazilatga loyiq bo'lib qolmaymiz. Bunga biz amal qilishimiz kerak. Chunki Qur'oni Karimda ham sizlar yaxshi ummat bo'ldinglar deb uni sababini aytilyaptiki, chunki sizlar amri ma'ruf qilasizlar, nahiy munkar qilasizlar, shuning uchun yaxshi ummat bo'ldinglar. Mana shunday fazilatga ega bo'lishligimiz uchun albatta sunnatlarga amal qilib, bid'atlardan saqlanib